Assalomu alaykum, hurmatli direktor o'rinbosarlari. Sizlar UzOS dasturida bir qator ishlarni amalga oshirdingiz. Jumladan o'qituvchiga dars soatlari biriktirib chiqdingiz. Buning uchun hamma UzOS dasturida o'zini belgilangan login va paroli orqali saytga kiradi. Hujjatlar bo'limida esa ish haqi hisobi bo'limiga kiriladi. Ish haqi hisobi bo'limiga kirilgandan so'ng u yerda ped xodimlarga ish haqi biriktirish maktab bo'limiga kirilib, bu yerda barcha o'qituvchilarga dars soatlari biriktirib chiqiladi. Shundan so'ng qiladigan yana bitta ishimiz bor. Bu bizni maktabimizda qolib ketgan vakansiyani tekshirish. Vakansiyani tekshirish uchun nima qilamiz? Albatta hisobotlar bo'limiga kiriladi. Hisobotlar bo'limida esa tarifikatsiya hisobi bo'limiga o'tiladi. U yerda tarifikatsiya vakansiyasi sinflar kesimida bo'limiga o'tib, vakansiya degan joyi qarab o'tiladi. Hozir vakansiya degan joyiga qarab o'tamiz. Bizda 6 soat vakansiya bor ekan. Bu 10 hamda 11 sinflardagi chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan vakansiya. Xuddi o'sha joydan siz maktabingizdagi jami vakansiya darslarini ko'rib o'tishingiz mumkin.